475 sotu 46500 dollarga. Qaranglar, ATP parsezga kelganmiz. Toshkent tumaniga kiradi. Toshmiyni postidan 5 kilometr, Mehnat postidan 5 kilometrlik bo'lgan masofa xonadonimizda shu bo'ladi, ko'rasizlar. Ikkita xona, oshxona, hammom, tualetlari bor, sharoit bor. Bu yoqda ko'rasizlar, masjid yaqingina masofa masjidga. Katta ko'chadan taxminan bir 50-60 metr masofa, unaqa uzoq bo'lmagan. Xo'p, bu yerda xudo xolasa gaz, suv, svetlari yaxshi mahalla, sharoit zo'r. Maktab, bog'cha, poliklinika, masjid, hamma shart-sharoit, magazinlar deysizlarmi, hammasi yon atrofingizda bo'ladi. Qaranglar, mana suv. Xudo xolasa yengillikni o'tdi. Yengillikni o'tganini hisobiga suvlardan muammo bo'lmayapti, xudo xolasa. Endi egalari shunaqa deb turishdi. Hop, mana bitta mana minus, mana shu bo'ladi, yo'lak bo'ladi. Mana shu yo'lak ham xudo xolasa kirib ketadi. Mana bu yoqda alohida darvoza. Mana xonadonimizning ichki ko'rinishi. Katta ko'chaga taxminan o'sha 50-60 metrlik masofa. Narxi 46500 dollar bo'ldi. Srochniy narxlarda bo'lyapti bu. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Kelib ko'rib egalari bilan talash tortishib yana savdosini qilsanglar bo'ladi. O'zi narxini juda ham taqab qo'ydik, narxini imkon qadar taqab qo'ydik. Hozir ko'chalarni ham bitta ko'rsataman. Hop, mana bu yoqdan Toshmiy posti bilan, Mehnat posti bilan bemalol kelsanglar bo'ladi. Bu asosiy ko'cha, birinchi liniya. Bu yog'iga Tutzor Pobedaliga chiqib ketsa bo'ladi. Mana shu Jigulidan shunday o'tganda joyimiz bo'lyapti. Katta ko'chadan 50-60 metr masofa.